Yana bir bor assalomu alaykum. DJ Pilgrim ilk bor o'zbek tilida vlog. Hozir biz Tenerife orolida janubdan shimolga qarab ketyapmiz. Tayyormiz desanglar, kamerani ag'daraman deb birga vidni ko'ramiz, manzarani ko'ramiz. Qani, bismillahirrohmanirrohim. Uf. Mana bu manzara. Mana bu manzara. Juda go'zal. Tunnelni tashqari tomoni bu Shimoliy Atlantik okeani. Tabiatga juda ham boy, biling. Mana kaktus qaranglar, daraxt. Hamda mana shunaqa har xil formada, har xil shaklda. Chiroyli, ha? Har doim mana shunaqa narsalarni yaxshi ko'raman. O'simlik bino bilan birga yashasa juda go'zal. Mana shunaqa karta oldim. Hamma narsa yozilgan, nechida, qachon, nima bo'lishini. Juda qulay. Shu ispanlar shunaqa olov odam, shuni qaynab gapirishadi, baqirib gapirishadi, emotsiyalar bilan juda qiyin bizga uchun. Tak, kamerani перевернуть qilaman. Hozir kimnidir ko'ramiz. Voy, kimdir ketyapti mana. Voy, buni nomi Muravyet, по-моему. Ketdi qaqqadir. Hozir harakat qilaman yaqinroq olishga, lekin odam juda ko'p. Hayratdaman. Mana. Shunaqa yaqinlikdan bunaqa hayvon ko'rish nasib etibdi-ku. Ha? Ketib qolmang endi, bitta qaytib keling. Ana burningizni yoqdi menga. Burningizni ko'rsating menga boshqatdan. Qayting, keling. Da, mana молодец bolalar. Mana burnini qaranglar buni. Voy. Ketdi. Qushlar bemalol o'tiribdi-da mana. Odamlar bilan kontaktda bo'lib, mana bolalar syomka qilishyapti. Juda go'zal. Yaqinlashamiz, ko'ramiz nima bo'lishini. Hech narsa bo'lmayapti. Chunki biz mehmonmiz, bular mezbon. Bolalarni olib kelinglar bu yoqqa. Bolalarni deganim do'stinglarni emas, farzandinglarni demoqchi bo'ldim. Mana hamma tepaga chiqib ketyapti. Mayaqqa. Biz ham chiqib, mana shu ko'prikdan o'tib, hamma yoq tabiatni tomosha qilamiz. Ketdik. Assalomu alaykum. Yoqimli ishtaha. Biz Toshkentdan keldik, O'zbekistondan. Bizda bunaqa qushlar yo'q. Bizga salom aytib yuboring hammamizga. Bor yo'qolishini qil. Hop, uzr. Yaxshi dam oling. Hozir shundoq kamerani ag'daring. Hoppa. Zo'ra. Bundoq qo'l bilan tegsa bo'ladi. Mana sizlarga papugaylar daraxtini ko'rganmisizlar? Ko'rmagansizlar. Mana bu jonivor suv ichyapti. Tak, nimada to'xtagan edim? Nima deb aytdim? Men aytdim. Hamma narsasi zo'r, lekin odam juda ko'p, juda. Mana nimadir duryapti bizga. Nima deyapsiz? Tinchlikmi? Nima shovqin? Hop. Hozir ketayotgan ko'prigimiz havoda osilib turibdi. Sezilyapti. Mana odamlar qo'rqib o'tishyapti bu yerdan. Voy. Vashpi. Bu joyda turmas ekan-da bu ko'prik. O'tdan bu yoqqa to'lqin bo'lib yurar ekan. Lekin Lori parkka gap yo'q. Mana bunaqa narsa yo'q-da, что san
alohidasan, как будто alohida emassan-da. Bularni dunyosida yuribsan, bular oldingda yuribdi hamma jonivorlar. Mana qizam to'xtab bularni syomka qilib qarab turibdi. Mana masalan yana u ag'daraman kamerani, oppa. Mana o'tiribdi bu jonivor ham ovqatini yeb. Lekin qayergadir bormoqchi. Ha, dietamsan. Mayli. Ha, o'zi parkning muhiti bor-ku. Shunaqa приятный, shunaqa maza qilyapman bu yoqda. Parkka gap yo'q. Hamma narsa chiroyli. Hozir kamerani ag'daramiz. Hoppa. Mana shunaqa joylardan yurish. Hamma yoq gul, hamma yoq palma, hamma yoq qaralgan. Mana bu cheripahani qaranglar. Даже anaqani ko'rmanman-da buni. Ketayotdik. Mana yotibdilar. Hozir oldilariga borib ko'rishib kelamiz. Assalomu alaykum Tartiljon. Sizlar bilan suzganman. Indian okeanida. Qani? Yuzingizni bitta ko'rib qo'yinglar. Mana. Qani ko'taring boshingizni yana ozgina. O'zbekiston kutib turibdilar. Ana. O'zlarida nimadir olib ketyaptilar. Hajmini qaranglar, buni razmerini. Voy. Delfin shouga kirib turamiz hozircha. Lednikovый периодda chiqqan bolalar bular. O'sha 100% o'sha. Go'zallar, qaranglar mana bularni. Bemiya baxtiyorlar. Mana bular ham juda go'zal. Mana buni kattaligini qaranglar. Voy. Juda ham katta ekan. Men unaqasini ko'rmaganman. Rangini ham qaranglar. Trendda bu. Mana mana bunisi xuddiki qo'ziqorin go'zali. Juda go'zal. Boshqa gapim yo'q. Dengiz jonivorlari deb o'tdi hammaliga. To'xtamayapman syomka qilishga. Albatta olib kelinglar bu yoqqa farzandlarni. Bilishsin qanaqa go'zal bo'ladi tabiat. Sekinlashtirib qo'ydim mana bu jonivorlar. Qaqqadir yugurib ketayotgandim. Nimanidir ko'raman. Bular menga aytdiki, so'zsiz bundoq. Ilhom. Bo'ldi. Shoshma. Tinchlan, hammasi yaxshi. Qo'shilaman. Bular kim? Menga kommentda yozib yuboringlar. Namchi go'zal bular. Voy. Lekin odam juda ko'p qaranglar. Mana buni burnini ko'rdinglar.
Assalomu alaykum. Dengiz Shahzoda. Bo'ldi, biz qochdik bu yerdan. Xo'p. Mana endi ketamiz, bo'lib ketsin. Xayr. Mana bu xodimlar. Bular hozir akvariumni tozalayapti, qaranglar. Bu ham antiqa, va'da qilganimdek. Bu odamlar akvarium ichidagi muhitni tozalab yuradigan personal. Bilmayman nima bo'ladi. Mana tozalashyapti. Baraka topishsin. Bormadim men na begemot. Sherlarga bordim, uxlashayotgan ekan. Odam juda ko'pda atrofida. Bunaqa yaxshi syomka qila olmasdim. O'shaning uchun tinchgina borib kasatkalarni ko'rgani yaxshi joylashib olamiz dedi. Showimizni kutib o'tiramiz o'sha yerda. Ketdik. Kelib qoldik. Xudo xolisa, hozir joy olamiz. Kamerani o'rtada qilamiz. Qani bismillahirrohmanirrohim. Oppa. Mana shu yerda har kuni kasatka jonivorlari shou ko'rsatadi. Borib joy egallab olamiz. Chunki asosiy sababimiz bu yerda bo'lishdan aynan shu. O'zim ham shu yerda. Hammasi yaxshi. Xudo xolisa yaxshi joy topinglar. Mana Xudoga shukr joylashib oldik. VIP bo'ldi bizaniki. Maza qilib, miriqib tomosha qilinglar. Ilk bor o'zbek tilida vlog. Tenerife oroli, kasatkalar show. Ketdik. Qalay bo'ldi? Yoqdimi? Yoqqan bo'lsa, like, komment yozib yuboringlar. Zo'r bo'ldi, lekin minus narsalaridan mana shunaqa har doim hamma yoqqa liniya, o'chirit, hamma yo'lga. Shuning uchun sabr toqat hammamizga. Qaytarib o'taman, juda go'zal. Tavsiya qilib qolaman. Farzandlarni bu yoqqa olib kelsanglar, zo'r bo'ladi. Lekin hamma yoqni oldindan o'rganib chiqinglar. Kartani olib,
qayerda nima joylashgan, qaysi hayvon qaysi zonada, chunki bu yerda hech kimdan so'rab olmaysizlar. Birinchidan qushlarning sayrashini qaranglar, hamma yoqda qush sayraydi Kanari orollarida. Shu qushlarni eshitsam, gapirgim ham kelmaydi hech narsa. Asosiysi kelishdan oldin hammasini o'rganib kelinglar, tayyor bo'lib kelinglar. Eng asosiysi 74 kilogramm o'zingizlar bilan sabr olinglar. Chunki Yevropa odamlari shunaqa shovqin, lekin biz mehr tarqatishimiz kerak, tabassum qilib yurishimiz kerak. Chunki biz O'zbekiston katta bitta mahalla, katta bitta oila hamda hammaga o'rnak bo'lishimiz kerak. Bizani ko'rib odamlar aytsin, "Ha, qanaqa zo'r bu odamlar." Hombre, say hello to Uzbekistan. I love you, Uzbekistan. I love Uzbekistan. Endi nima desam ekan sizga? Bollarni olib keldingiz-ku, o'zingiz mazza qilmadingiz. Tushunaman sizni. Juda shovqin joylar. Sizlarga tinchlik kerak. Mayli, keyingi safar keling. Xo'p. Sizlarga kiradigan joyi ko'rsatishga iloji bo'lmadi. Mana shunaqa kirganda Lora parkka, mana shunaqa go'zallik bilan kutib oladi bu park sizlarni. Shuning uchun qaytarib o'taman, bu dunyoda go'zal parklardan bittasi. Tavsiya qilib qolaman. Lekin biz esa ketamiz bu yoqdan. Xudo xolisa boshqa boradigan joyimiz ham bor. Lora parkka xayr. Biz esa yo'lni davom ettiramiz. Tenerife orolining mo'jiz joylari hamda kaktusda imamda xo'rozlar yuribdi. Assalomu alaykum. Ozgina O'zbekiston uchun vlog, ozgina syomka qilaman sizlarni, ma'lummi? Yo'q demaysizlar. Xayrlashgani keldim. Shimoliy Atlantika okeani bilan. Eslatib o'taman, qora rang bu ifloslik emas. Bu lavadan qolgan qora narsa, minerallarga boy, juda foydali sog'liq uchun. Qum rangi qora. Bu plyajning nomi Arenas. Joyi nomi Puerto Santa Cruz. O'zim ham shu yerda kurchoska yo'q, chunki suvdan kelgan Shamoliddin o'zi uklatga qilib qo'ydilar. Xayrlashib qolamiz. Xayr. Tenerife. Xayr. Shimol taraf. Xayr. Arena la playa. Xayr hammaga. Palmani razmeridan o'sotdi, qaranglar. Anaqani kaktuslarni. Juda go'zal. Kaktusga gap yo'q. Plyajdan keyin Puerto de la Cruz shahriga kelyapmiz. Qiziq joylaridan mana bu hamma parking, bu hamma mashinalar shahar tashqarisida tashlab ketishar ekanda, chunki shahar ichida mashina uchun parking yo'q, hattoki pulli parking yo'q. O'shaning uchun odamlar mashinasini mashina tashiydi, keyin shaharga yayo kirib ketadi. Shaharda уже mashinalar yuradi, lekin to'xtamaydi, chunki mashina uchun joy yo'q. Ilhom aka ham shu yerdalar. Sizlar bilan Puerto de la Cruz shahri bilan ozgina tanishib, keyin aeroportga boradigan bo'ldik. Shaharga kirib kelyapmiz. Puerto Santa Cruz. Детский площадка, bolalar, chiroyli daraxtlar, kichkina oazis desa ham bo'ladi. Haqiqiy местный жителlar mana shunday yashirganda bu yoqda. Juda go'zal.
Mana shunaqa joylarni juda yaxshi ko'raman. Atmosferniy deydi-ku bularni. Hamma yoq gullar, hamma yoq go'zalliklar. Ana turistlar muzqaymoq olib, dam olib o'tirishibdi. Biz ham joylashsak bo'ladi, lekin meni kuchim ko'p. O'shaning uchun ketishdan oldin ozgina shaharcha bilan tanishib qo'yamiz. Juda go'zal hamma yoq. Shahar markazi. Hozir kamerani to'xtatmasdan любой bitta joyga kirib ketamiz. Mana masalan, ketdik. Kamerani op qilamiz. Hop. Bu yoq anaqa ekan. Magazin bor ekan, kafe bor ekan. Voy, mana bularni kirgan joyimni qaranglar. Qanaqa go'zal. Muzika ham, o'ynayotgan muzika ham zo'r. Qanaqa go'zal. Bu men tushunishim bo'yicha Kristofor Kolumb. Muhit lekin juda ham chiroyli. Bo'ldi chiqib ketamiz yoki assalomu alaykum. Yaxshimisiz Kolumb aka? Yaxshiman. Bor yo'qol. Uzr aka. Xudo xolisa plashdan keyin biz ham ozgina muzqaymoq olamiz. Keyin suramiz. Shopping yaxshi ko'radigan odamlarga kamerani bu tarafga qilamiz. Balkonchani qarang. Конечно, kiraman men bu yoqqa. Ketdik. Magazina. Все как везде magazinda ichkari kirosda fontan turibdi. Fontan turibdi-da, nima bu vaqtga tushib qoldim вообще. Mana shuni уровень deydi, gap bo'lishi mumkin emas. Assalomu alaykum. O'zim ham shu yerdaman. Kuzatish davom etamiz. Like, подпискani qilaymiz. Fontan tepasini olgim kelyapti. Mana. Ayolda penthouse ham bor ekan. Ko'raman nima shuni kamerani. Bundoq chiqasizda. Hech kim xalaqit qilmasa, qilasizda. Keyin bundoq qilasizda. Zo'r bo'libdi lekin. Qanaqadir o'zini stili bor ekan bu joylarni. Hammasidan anaqa chiroyli balkonlar. Bu yoqda ham, bu yerda ham shunaqa balkon. Hozir sizlar bilan zo'r prolyot qilamiz. Qaranglar. Mana bundan boshlaymiz, Pablodan boshlaymiz. Vamos. Bitta ko'kton tepada. Keyin boshlaymiz. Golazo padre. Pablo. Voy, mana bundan qaranglar. Shu. Qanaqadir bratan. Cherkov. Qanaqadir gullar. Odamlar dam olib o'tirishibdi. Gullar. Cherkov boshqa. Qanaqasidan. Mana bu narsani qaranglar, вообще go'zal ekan. Bu qanaqadir qush suv ichib o'tiribdi. Yana bitta qiziq informatsiyadan, ma'lumotdan. Masalan, janubda, Orol janubida yurasiz terlab ketasiz. G'alati. Bu yoqda unaqa narsa yo'q, chunki bu shimol. Tayyormisizlar? Qani bismillahirrohmanirrohim, ketdik. Hoppa!
bu joyda hayot katta bayramdek bo'lyapti. Mana bu yozuv Puerto de la Cruz Parta de T. Aytishyaptiki, Puerto de la Cruz sani bir qisming deyapti. Ishonib qolamiz. Lekin tavsiya qilib qolaman. Обязательно ko'rib ketish kerak bu joy. Kanariya. Mana senga haqiqat. Ilhom akam shu yerdalar. Mana assalomu alaykum yana bir bor. Xayrlashib qolamiz bu orol bilan. Xulosasini qilganda, shimol tarafi Sibirroq takoy yashil rang o'simliklar ko'proq o'rmonlarga o'xshaydi. Hamda bu yoqda shamol, hamda temperatura 5 graduscha pastroq bo'lar ekan. Agar juda ham issiq kerak bo'lsa sizlarga, orolning janubi tabiati ham shunaqa tropiklarga o'xshaydi. O'shaning uchun o'zingizlar tanlab olasizlar. Orolning ikki tarafida ham 2 kun bo'lib kelsanglar ham katta gap. Yaxshi qolinglar. DJ Pilgrim Tenerife orolidan ilk bor o'zbek tilida vlog sarguzasht sirlari. Xayr. Bizaniki B23 juda shinamgina akkuratni chiroyli aeroport ekan. Tenerife North shimol. В основном Ilhom aka har doim yukdan, janubdan ketardilar ham, kelardilar ham. Bu aeroportdan birinchi marta ketamiz. Ular ko'rinyapti aeroport. Mazza, go'zal. Xayr, Tenerife avtobus o'rniga mamlakat tushib o'tishar ekan odamlar, samolyotga kirishar ekan. Nima deb qo'yasizlar, yaxshimi? Menimcha zo'r. Kerosin yoqilmaydi, odamlar pishqon yuradi. Zo'r.